Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Sharof Rashidov tumani aholisi va tumanimiz mehmonlari. Bugungi ravnaq topib borayotgan diyorimizda aholining tinch va osuda hayot kechirishi, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bugungi kunda olib borilayotgan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Favqulodda vaziyatlarni oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi komissiyasining birinchi son bayoniga asosan joriy 2025-yilning 15-mart kunidan 15-aprelgacha favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi o'tkazilmoqda. Oylik davomida tuman hokimligi va barcha tegishli xizmatlar bilan hamkorlikda joylarda keng ko'lamli profilaktika tadbirlari o'tkazilmoqda. Xavf manbai yuqori bo'lgan obyektlarda favqulodda vaziyatlarni oldini olish va ularni bartaraf etish, fuqarolarimiz muhofazasi va yong'in xavfsizligi sohasidagi shayligi o'rganilmoqda. Ta'lim muassasalaridagi yosh qutqaruvchi ko'ngillilar klublari o'rtasida musobaqalar, shuningdek, maktablarda fuqaro muhofazasi kunlari o'tkazilmoqda. Joylarda favqulodda vaziyat bola nigohida mavzularida ochiq eshiklar kuni o'tkazilmoqda. Obyektlardagi fuqaro muhofazasi tuzilmalarining tayyorgarligi sinovdan o'tkazilib, ularning shaxsiy tarkibi bilan o'quv mashg'ulotlari va yig'inlari o'tkazilmoqda. Bahorgi yog'ingarchiliklar mavsumida sel va suv toshqinlari xavfini kamaytirish bo'yicha profilaktik tadbirlar yanada kuchaytirildi. Tog'li hududlardagi turistik zonalar va dam olish maskanlarida favqulodda vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, oylik doirasida favqulodda vaziyatlar, fuqaro muhofazasi yo'nalishida seminar va davra suhbatlari muntazam ravishda o'tkazilib, aholiga ushbu mavzularga doir eslatma va tarqatma materiallari tarqatilmoqda. Ommaviy axborot vositalarini keng jalb qilgan holda ijtimoiy tarmoqlar orqali favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda aholining to'g'ri harakat qilishiga doir tarqatma materiallari yetkazilmoqda. Oylik doirasida favqulodda vaziyatlarni oldini olishga doir keng qamrovli profilaktika ishlari borilishi bilan bir qatorda ko'pchilik ta'lim muassasalari, korxona va tashkilotlar bu oylikka befarqlik bilan jimgina kuzatib turibdi. Oylik doirasida tumanda istiqomat qiluvchi, ta'lim oluvchi va mehmon bo'lib keluvchilarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida kundan kunga tadbirlar kengaytirilmoqda. Idora va tashkilotlar hamda tadbirkorlik subyektlarida oylik doirasida belgilangan har bir tadbirni yuqori saviyada o'tishini ta'minlash, fuqarolar hayotiga xavf solishi mumkin bo'lgan har qanday noxush holatlarni oldini olishga erishilishi ko'rib chiqilmoqda. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etishda har bir fuqaroning faol ishtiroki juda muhimdir. Zero favqulodda vaziyat vaqt va joy tanlamaydi. Shunday ekan, unga qarshi kurashishda mas'uliyatni har bir fuqaro o'z zimmasiga olishi barcha jamiyatning xavfsizligini ta'minlashga yordam bergan bo'ladi. Maqsadimiz tumanimizning barcha aholi qatlamini qamrab olgan holatda insonlar ularning moddiy va ma'naviy boyliklarini saqlab qolish, favqulodda vaziyatlar davriga aholini tayyorlash, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarda davra suhbatlarini, ishlarni to'g'ri tashkil etish. Aziz tumandoshlar, o'tkazilayotgan favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligida har bir fuqaroning faolligi va ishtiroki favqulodda vaziyatlarga qarshi kurashdagi muvaffaqiyatimizni belgilaydi. Bu esa o'z navbatida har birimizning bilim va tayyorgarligimiz favqulodda vaziyatlar xavfini kamaytirish va yurtimiz xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. E'tiboringiz uchun tashakkur.